Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli Qur'on media kanalining ko'ruvchilari, bugun biz sizlar bilan Qur'oni Karimning betachar bo'lgan Fatiha surasini to'g'ri o'qib o'rganamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu basmalada taqdim etganda Bismillahirrahmanirrahim degan oyatda biz ba'ti o'shaning kasrasini to'liq chiqarishimiz kerak. Bismillah emas, balkim bismillahi. O'shanda ar-Rahman jana ar-Rahim so'zlarindagi hatibishini xo qilmasdan ar-Rahmanir-Rahim yo'lsa haqlab ar-Rahmanir-Rahim deb aytuvdan saqlanib biz hamini aytamiz. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Keyingi oyat. Alhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Bu oyatda alhamdu so'zidagi hatibishini jana aytib o'tganday xominen alhamd deb aytuvdan saqlanib alhamdu deb taqdim etganda tomoqdan o'rtasidan chiqqan hamini aytib kerak. O'shanda lillahi so'zidagi hatibishini to'liq chiqaramiz. Lillahi emas, balkim lillahi. Keyingisi robbil alamin. Al-alamin so'zidagi ayn tibishini to'liq chiqaramiz. Al-alamin. Sevkada hamza bilan al-alamin deb aytilib qolgan o'chirlarda kezishadi. Keyingi oyat. Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. Bu oyatda maliki so'zida lam tibishining kasrasini to'liq chiqarib kerak. Bu oyatdagi yawmi so'zidagi vav tibishin v emas, balkim vav ekerining aralan chiqaramiz. Maliki yawmiddin. Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka so'zidagi ya tibishining tashdidini taqdim etganda yana ikki yamin o'qiymiz. Iyyaka sevkada ya tashdidsiz bo'lib iyyaka deb o'qilanuvchilardagi kezishadi. O'shanda na'budu degan so'zda aynni to'liq chiqaramiz. Na'budu. Keda na'budu deb so'zlat yo'lsa ayn tibishi hamzaga aylanib na'budu deb tag'i o'qilib qoladi. O'sha sebepdan aynni to'liq chiqaruga ko'ngil beramiz. Na'budu. O'shanda va iyyaka degan so'zdagi yanin tashdidini chiqaramiz. Va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bularda as-sirat so'zida sot tibishini jon o'qib anon kasrasini to'liq chiqaramiz. As-sirata. As-sirata emas, balkim as-sirata. O'shanda to tibishini jon o'qiymiz. As-sirata. As-siratal mustaqim emas, balkim as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bu oyatda alayhim so'zlarindagi lam tibishini fathasini ochiq chiqaramiz. Alayhim to'liq o'z ochilgan sebepdan keyda alayhim deb ochiqlayotganda emenen o'qilib qoladi. O'shanda waladdallin so'zida dotdan keyingi matni taytayotganda so'zilma tibishni so'zovuz 6 harakatga 3-4 qilib o'qu durust emas. O'sha sebepdan 6 so'zovuz. Waladdallin.
Allah Taala barımızga bu aytılan qatalardan saqlanıp, Qur'an-ı Kerimdi eng yaxşı, eng nuqta okuga jardam bersin.